Assalomu alaykum do'stlar, bugun sizlar bilan men Aziko va bugungi videomizda bolalar Herdikor videomizni oxirgi qismini olamiz va men Ender Dragonni o'ldirdim. Lekin yana bitta boss bor Minecraftda. U bo'lsa Wizard. Men endi Wizardni ham o'ldirmoqchiman. Va to'g'risini aytsam, bu videoni olish uchun taxminan 3 soat vaqtim ketdi. Chunki mana bu TNT va mana obsidianlarni topish juda ham qiyin bo'ldi bola. Hop, changlarni oz-moz tushiramiz. Nimagadir ko'tyapti. Hop. Biz birinchi o'rinda pastga qazib olishimiz kerak. Toki bedrockgacha. Men sheetimni yangilab olmagan ekanman. Essiz. Hop, men tezroq sheetimni almashtirishim kerak. Agar bu videoda men Wizardga yengilsam, Herdikorda judayam yomon ish bo'lgan bo'lardi. Lekin yengilmasam kerak, katta ehtimol bilan ancha-muncha tayyorlangan. Hop. Men o'zimga bir nechta sheet yasab olaman. Va kerak narsalarni ham böyle yasab qo'yamiz. Obsidian kerak. Hop. Men Wizardni qamab o'ldirmoqchiman. Ya'ni men obsidian, ya'ni 53 ta obsidian to'pladim. Juda ham yomon. Nimaga 53 ta bo'lsa, bir stack edi, ammo chiqishga blogim qolmadi. Kirkam ham sinib ketdi. Konga tushganda. Shuning uchun oz-moz muammo bo'ldi. Bedrockga yetib ham keldik. Mana bedrockga yetib keldik. Hop, endi bu yerdan cheki buni yorug'roq qilamiz. Va bu yerni kattalashtiramiz. Bedrockli obsidianli qamoq yasaymiz, ya'ni qafas. Obsidian portlashga chidamli yagona blok. Bedrock umuman sinmaydi. Shuning uchun bedrockdan keyin ikkinchi o'rinda turadigan eng qattiq blok bu. Shuning uchun iloji boricha shundan tayyorlayapman. Menimcha katta ehtimol bilan 53 ta obsidian yetishi kerak. Yana bilmadim. Hop. Endi biz pastlarni olib chiqishimiz kerak. Toshlarni. Ishqilib tepasiga yetsin. Yonboshlariga yetmasa ham.
va o'rab ham chiqdik. Endi katta ehtimol bilan bizdan qochib qutula olmaydi. Va biz tushgan joyni yopib qo'yishimiz kerak. Men Herdikorda ikkinchi marotaba vizir bilan urishyapman, lekin birinchisida o'lib qolganman. Yuklab to'kilibman. Anchagina qiyin bo'lyapti. Неизвестный абонент. Baribirgayam men buni yo'lish. Assalomu alaykum. Bijiling so'ksin. So'mcham olaymi, xolos. Bo'pti. Va men yengilib. Afsuski, va bugungi videomiz shundan iborat edi do'stlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.